Assalomu alaykum hurmatli yaxshilar. Shohida bo'lib turganingizdek navbatdagi tabriklarimiz 3-iyun 2021-yil Sayron diyorini Ibragim ota Novostroyga kelamiz. Farzandlarining mehribon onajonisi Klara opamizni farzandlari, dilbandlari nomidan chiroyli qilib tabriklaymiz. Musofirdan Koreyadan o'g'illari Sardor akamiz, san'atkor akamiz hozir mana 4-5 yildirki Koreyada musofirchilikda. Shu inson chiroyli qilib bugun onajonisini tabriklamoqchi. Demak, chiroyli tabrikning guvohi bo'lasizlar. Kuzatishda davom etinglar. Sardor akamiz ham eson-omon onajonisini, oilasini, ota-onasini bag'riga kelsin, bag'rini to'ldirsin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda o'ziga bosh qosh bo'lib turish nasib etsin. Ketdik. Canımga jondoshim onam, mehribon sirdoshim onam, omon bo'lsin boshing bolam, duo qilar mening onam. Canımga jondoshim onam, mehribon sirdoshim onam, omon bo'lsin boshing bolam, duo qilar mening onam. Mehribonim onam, Sorim onam, Makkatullom onam, onajonim onam, mehribonim onam, Sorim onam, Makkatullom onam, onajonim onam. Xo'p, Mirzahmat akamizni ham davraga taklif qilamiz. Onajonlarimiz ham mana yaqinlashyapti, opajonlarimiz. Yana bir kere assalomu alaykum Mirzahmat aka, salomatmisiz? Bugungi xursandchiligingiz muborak bo'lsin. Bugun onajonimning qoshiga turib olasiz, ikkalalaridan baravariga chiroyli qilib tabriklaymiz. Bugungi xursandchiligingiz muborak bo'lsin. Ko'rsatganiga, yetkazganiga Allohimga shukronalar aytamiz. Klara opa, bugun sizni tabriklashga keldik, xursand qilishga keldik. Faqat o'zingiz ham sezib turgan bo'lsangiz kerak, shunda ham so'rayman, kimni nomidan keldik, aytingchi. Farzandlarimiz nomidan keldik. To'ppa-to'g'ri, bitta qarshi ish olib qo'yasizlar. Bugun sizning farzandlaringiz, ko'zingizda oq qoralari bo'lgan, birinchi galda musofirchilikda yurgan sizning erkatoyingiz, mehriboningiz, Sardor ukam, Umida kelinlaringiz, qolaversa Elyor do'stimiz, marhabo kelinlaringiz, Maftuna qizlaringiz, Hasan kuyovlaringiz va kenjatoyingiz, erkatoyingiz Sarvar hamda Shohsanam kelinlaringiz nomidan bugun sizni tabriklashga keldik. Bugungi xursandchiligingiz muborak bo'lsin. Ko'rsatganiga, yetkazganiga Allohimga shukronalar aytamiz. Farzandlar bilan gaplashganda aytishdiki, bugun bizani onajonimizni, bugun bizani mehribonimizni, duogo'yimizni, tanho insonimizni, bardoshli, matonatli, eng go'zal insonimizni bugun tug'ilgan kuni. Bizani mana shu yorug' dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan insonni bugun tug'ilgan kuni. Bizlar onamni xursand qilmoqchimiz. Bizani baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Dunyo turguncha turishlarini istaymiz. Hamisha onam sog' bo'lsin, onamning qoshida hamisha adam sog' bo'lsin. Kelalari chiroyli qo'shaqarib bizlarni, nabiralarni baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib, duolar bilan bizlarni qo'llab-quvvatlab turishlarini istaymiz. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin deb sizni tabriklashdi va shu o'rinda farzandlar nomidan, Sardor ukamiz nomidan, keliningiz nomidan chiroyli guldastalarni sizga taqdim qilamiz. Bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Dunyolarga keltirib ayladingiz zo'r himmat, onam meni dard tutib tuqqaningizga rahmat, onam meni beminnat boqqaningizga rahmat. Xursandchiligingiz muborak bo'lsin. Ko'rsatganiga, yetkazganiga Allohimga shukronalar aytamiz. Farzandlar bilan gaplashganda, telefonda gaplashganimizda aytishdiki, bugun bizlarni mana shu yorug' dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan insonni, har birimiz dunyoga kelayotganimizda o'limni bo'yniga olib bizlarni dunyoga keltirgan insonni bugun tug'ilgan kuni. Bizlarning baxtimizga onajonim hamisha sog' bo'lsin, adam hamisha sog' bo'lsin. Bugungi kunda qanaqa mansabga, martabaga, shon shuhratga erishayotgan bo'lsak, bu hammasi birinchi galda Alloh
qolaversa ota-onamni to'g'ri tarbiyalari, nasihatlari, duolarining orqasidan mana shunday darajalarga yetib turibmiz. Bizning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Mana shunday insonlarning farzandlari ekanligimizdan biz faxrlanamiz. Endi bizlar istaymiz, ular bizlar bilan hamisha faxrlanib yursin. Bizning orqamizda hamisha rahmatlar eshitib yursin. Hamisha bizning orqamizdan rahmat eshitib, yuzlari yorug' bo'lib, quvonib yursa, bizlardan baxtli inson yo'q bu dunyoda. Adam bilan onamni tabassumi bizlarga kuch-quvvat, energiya bag'ishlaydi. Ular har doim sog' bo'lib yursa, bizlardan baxtli inson yo'q bu dunyoda. Hamisha sog' bo'lishlarini istaymiz deb sizlarni tabriklayapti. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. Esimizni tanibmizki, bizlarning adajonimiz mehnat bilan har doim ishda bo'lardi. To'yga yurishardi. O'zimiz ham mana san'atni ketidan quvdik. Mana bizlarning avlodda bor o'zi san'atga qiziqishlik. San'at shaydosimiz, hammaligimiz. Onam bizlar yoshligimizdan bizlarning tarbiyamiz bilan shug'ullandi. Bizlarni tarbiyaladi, oq yub, oq taradi. Ikkalari adam ikkalasi hech kimdan kam qilmasdan, hech narsaga xorizor qilmasdan bizlarni katta qilishdi. Onam yoshligimizdan onamni juda ham qattiq yaxshi ko'rar ekanda, yoshligimizdan bizlarning tarbiyamiz bilan shug'ullanib, uyda katta uyda bizlarni dodamiz bilan opamizga qarab, shularning xizmatini qilib, choydan xabar olib, issiq sovuqdan xabar olib, shularning xizmatini qildi va hamisha bizlarni tarbiyamiz bilan shug'ullanib, butun umr uyda bo'ldi. Bizlarni mana shunday katta qilish bilan shug'ullandi. Mana evazini ko'rib turibmiz bugungi kunda. Hayotda o'z o'rnimizga topishimizni katta hissasini qo'shgan inson. Bolalarga qarab o'rasizlarmi? Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin onajonim. Bugun onam bilan adamga qancha yaxshilik qilsak, qancha hurmat qilsak shuncha kam. Sababi onajonim eng zo'riga, eng go'zaliga, eng yaxshisiga loyiq insonlar. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Mana 5 yildirki taqdirning taqozosi yaratgan inoyati bilan musofirchilikda ana shu Koreyada rizq nasibat terib yuribmiz. O'zi onam menga boshqacha mehribon edi. Men ham onamga boshqacha mehribon edim. Har doim onamning qoshida parvona bo'lib yurardim. Onam meni qoshimda, hamma farzandlarning qoshida parvona bo'lib yurardi. Mana uzoqqa ketganimda har safar gaplashsam ko'zlariga yosh oladi. Bugun ham gaplashdik dedi. Kirishdan oldin gaplashdim, masalan ertaroq. Bugun ham gaplashdim, o'zim tabrikladim. Ko'zlariga yosh olib, yana ko'ngillari bo'shab ketdi. Bizning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. O'zim Koreyada bo'lsam ham qalban sayramdaman. Onamni, otamni qoshidaman. Men ham u insonlarni juda ham qattiq sog'indim. Mana 2,5 yil bo'ldi u insonlarni ko'rmaganimga. Faqat telefonda diydorlashamiz. Bizning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Nasib bo'lsa, yaqinda o'zim ham borib qolaman. Bizning baxtimizga hamisha bu sog' bo'lib, hech qachon ularga vaqt ta'sir qilmasin. Yosh bo'lib, kulib, sog'lom bo'lib yursa, bu bizlarga kuch-quvvat bag'ishlaydi, energiya bag'ishlaydi. Bizning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin deb sizlarni tabriklayapti. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz va shu o'rinda farzandlar nomidan navbatdagi sovg'alarni sizga taqdim qilamiz. Aylantirib ishoring. Bu oddiy sovg'a emas, ana nabiralar nomidan sovg'alarni qabul qilib olasiz. Insonning irodasini, iymonini mustahkamlaydigan qo'llardan ovoringlar, yordamlashib boringlar. Katta gul turaversin, sizga yarashib turibdi. Bu sovg'a oddiy sovg'a emas. Inson irodasini, iymonini mustahkamlaydigan, Alloh taolo yerga yuborgan mo'min musulmonlarga yuborgan, qiyomatgacha birorta harfi, nuqtasi o'zgarmaydigan kalom, Qur'oni kalom va bu oddiy Qur'on kalom emas, o'zbekchasi sizga ham o'qishingizga qulay bo'ladi inshaalloh va joynamoz komplekti bu hammasi sizga. Bitta qarshi olib qo'yasizlar, to'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Marhamat, taqdim qilasiz. Boringizga shukr, onajon. Boringizga shukr, yordamlashib otajon. Danagidan mag'zi shirin deydi, nabiralaringiz ham sovg'alarni ulashyapti. Elda topgan e'tibor
Dunyodagi eng chiroyli gullar ham bizning onajonimizni chiroyini oldida o'zini chiroyini, qaddi qiymatini yo'qotadi. Sababi onajonimiz eng chiroyligimiz, eng mehribonimiz, bizlarga husnidan husn bergan, ko'zini nurini, tishini durini bergan inson bu bizning onajonimiz bo'ladi. Bizlarni katta qilaman deb, ana shu katta uyni ro'zg'orini tebrataman deb hammamiz endi xalq xizmatida yuramiz, gohida shoshib qolamiz, gohida unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Hammasiga chidab bizlarni mana shu darajaga yetkazgan va shu yillar davomida ozmuncha sog'lig'ini yo'qotib qo'ygan inson bu bizning onajonimiz bo'ladi. Meni niyatim, istagim onajonim hech qachon og'rimasinlar. Har doim sog' bo'lsinlar. Adam hamisha sog' bo'lsin. Kalalari sog' bo'lib, bizlarni farzandlarimizni to'ylarida, nabiralarimizni to'ylarida o'zlariga bosh-qosh bo'lib turish nasib qilsin. Yana katta bir niyatim bor. Inshaalloh Alloh nasib qilgan kuni Adam bilan onamni Makka va Madinaga yuborib, Kabatullohga tavof qildirib, hojona qilish niyatlarimiz bor. Ilohim, Allohim niyatlarimizga yetkazsin va o'zimiz ham mana shunga astoydil harakat qilamiz. Adam bilan onam hojona bo'lib, oppoq ro'mollarni onajonim yelkalariga tashlab olib, nabiralarni to'ylarda o'zlari bosh-qosh bo'lib tursa, juda ham bir chiroyli holat bo'lsa kerak. Bizlardan baxtli inson bo'lmaydi shu damlarda. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin deb sizni tabriklayapti. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizlarni tabriklaymiz. Xudoyo. Ko'chaga chiqadi tirikchilikda nimalar bo'lmaydi yigitchilikda deydi. Musofirchilikni noni shirin, azobi yashirin. Musofir yurtda ota-onamga ozgina bo'lsa ham dalda bo'lsin, yordam bo'lsin deb rizq nasibasini mana terib yuribdi. Guvohi bo'lib turibmiz. Mana ancha sizlarga mana qilgan mehnatinglarni, bergan tarbiyanglarni yuzaga chiqarib yordam bo'lib turibdi inshaalloh. Hamisha mana shunday farzandlarning orqasidan rahmat eshitib, faxrlanib yurish sizlarga ham nasib qilsin inshaalloh. Eson-omon bag'ringlarga kelsin, farzandlarni to'ylarda, keyingi to'ylarda qatorimizda turib va to'ylarni chiroyli qilib o'tkazish nasib qilsin. Xursandchilik kun muborak bo'lsin. Baxtinglarga yaratgan bog'inglarning mevalari mana shu nabiralar hamisha sog' bo'lsin. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Va ijozat bersanglar, farzandlar nomidan sizlarga to'rt qator she'r o'qib beraman. Maylimi? Adajonimga va onajonimga deb yozib qo'yishdi. G'amim yo'q, hamisha yuraman kulib. Davlatim yonida turganin bilib. Quvonchning bag'rida g'amlarim qolib, bu dunyo turguncha turing otajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring onajon. Nimani xohlasam muhayyo bo'ldi, ko'zlarim quvonchu nurlarga to'ldi. Birgina rahmatim aytishim qoldi, bu dunyo turguncha turing otajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring onajon. Yonimda tog'dayin suyanchim bo'ling, nogahon yiqilsam tayanchim bo'ling. Xatoga yo'l qo'ysam tergovchim bo'ling, bu dunyo turguncha turing otajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring onajon. Agarda ko'nglingiz ranjitgan bo'lsam, dilingiz yaralab og'ritgan bo'lsam, deymanda men sizdan rozilik olsam, bu dunyo turguncha turing otajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring onajon. Bosh egib men sizga ta'zimlar qilay, Allohdan hamisha omonlik so'ray. Bir umr qadrlab qadringiz bilay, bu dunyo turguncha turing otajon. Baxtiyor kunlarim ko'ring onajon deb sizlarni tabriklayapti. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizlarni tabriklaymiz. Yana kirishdan oldin kelinlar bilan gaplashdim. Sardorna ayol bilan gaplashdim. Qizlar qarshi olishdi. Ular aytdiki, bizlar yosh edik bu xonadonga tushganda. Mana 7 yilcha bo'lib qoldi bu xonadonga kelin bo'lib tushganimizga. Yosh bolacha qizcha edik. Bir narsani bilsak, bir narsani bilmasdik. Bizning onajonimiz katta uyni tarbiyasini olgani uchunmi, ota-onasini, qaynota qaynonasini nasihatlarini, o'gitlarini, duolarini juda ham ko'p olganlari uchunmi, katta uyni qanday qilib tebratish, ro'zg'orni to'g'ri olib borishni juda ham yaxshi bilardi. Va shu o'rinda bizni bilmaganimizni bildirib, yomonimizni yashirib, yaxshimizni oshirgan inson bu bizning onajonimiz bo'ladi. Mana shunday insonga
kelin bo'lganimizdan bizlar faxrlanamiz. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Mana shunday yor uchraganiga Allohimga behisob shukronalar aytamiz. Agar hayotimiz almashib kelib qolganda yana qaytabdan, agar mana shu insonga qaytadan turmushga chiqasanmi desa, hech kelanmasdan mana shu insonga turmushga chiqib, mana shu insonlarning kelini bo'lishdan hech ham bosh tortmagan bo'lardik. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Har doim bizlarni ko'klarga ko'tarib yuradi. Adajonim, onajonim, juda ham bizlarga kelinlariga mehribon insonlar. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Dunyo turguncha tursinlar. Nabiralarni to'ylarida bizlarning farzandlarimizni farzandlarini to'ylarda o'zlariga bosh-qosh bo'lish nasib qilsin. Tug'ilgan kunlarim muborak bo'lsin deb sizlarning kelinlar ham yaxshi niyatlar bilan tabriklab yubordi. Sarvar ukam bilan gaplashdim. Kuyovlar ham tabriklab yubordi. Mana shunday qizni o'stirib, mana shunday tarbiya berganlarga rahmat deb. Shunday ekan, bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Baxtli kunlarga mana farzandlar yoshligida qanaqa inson bo'lar ekan, qanaqa bir shaxs bo'lar ekan deb qanaqa katta orzu umidlari bilan, xavotirlar bilan katta qilgan farzandlaringiz bugun mana qilgan mehnatinglarni yuzaga chiqarib turibdi. To'g'rimi? Shunday ekan, mana shunday baxtli kunga yetganinglar rost bo'lsin. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz. Urib turgan yuragimsiz, go'yo havo keragimsiz. Qaroba Mirzahmad aka farzandlarining qalbidagi niyatlarini, istaklarini imkon qadar Alloh qadr qilgancha men sizlarga yetkazishga harakat qildim. Ana endi men mikrofonni mana shu oilani mustahkam ustuni bo'lgan birinchi galda farzandlarning mehriboni, duogo'yi, farzandlari yoshligidan hech kimdan kam bo'lmasin, hech narsaga xorizor bo'lmasin deb ularga eng yaxshi bolalikni hadya qilgan, eng yaxshi hayotni hadya qilgan va shu o'rinda ishga, hunarga o'rgatgan, kasb o'rgatgan inson oilani mehriboni, duogo'yi, farzandlarning padari buzrukvori, bizni ham qadrdon akamiz Mirzahmad akamga bersam, chiroyli qilib sizni tabriklab qo'ysa, undan keyin o'zingizga so'z beramiz. Sardor akam bugun bizlarni ko'rib turibdi. Hali ular uxlagani yo'q. Tungi ularda menimcha hozir bizlarda 10 bo'ldi, ularda tungi 1 bo'ldi. Meni uyqum kelmaydi, men kutib o'tiraman. Men ko'zlarim mushtaq bo'lib, onamni xursand bo'lganlarini ko'rsam, men haftalab uxlamasam ham roziman. Adam bilan onam xursand bo'lsa bo'ldi dedi. Shunday ekan, avval Mirzahmad akam yaxshi niyatlarni izhor qilsin, undan keyin sizga yuzlanamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonga yig'ilgan aziz barcha qarindosh urug' hamda opaylar, kinoylar, hammanglar xush kelibsizlar. Mana bugun onajoningizni tug'ilgan kuni ekan. Yoshiga yosh qo'shilsin. Baxt bolalarni, navaralarni vaqtiga omon bo'lsin. Uzoqda yurgan o'g'lim Sardorga sog' omon bo'lib kelsin, davrimizga qo'shilsin tilab qolaman. Salomat bo'ling. Ana endi betob farzandlarning qoshida tunlarni bedor o'tkazib, mijja qoqmasdan tong ottirgan inson, farzandlarni papalab, allalab, katta qilib tarbiya bergan inson, bugun siz va bizni mana shu yerga jam bo'lishimizga sababchi bo'lgan inson, xonadon sohibasi Klara opamizga so'z. Marhamat. Sardor akam bizlarni shu yerda ko'rib turibdi. Yaxshi niyatlaringizni izhor qilishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ushbu xonadonimizga yig'ilgan barcha katta kichik aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Hammanglarga kattadan katta rahmat. Hurmat qilib kelganinglar uchun hammanglarni yaxshi to'ylarda qaytarish nasib etgan bo'lsin. Uzoqdagi bolam Sardor sağ bu baxtimizga, aman bu. Bola chiqqan baxtiga aman bu. Ailamiz davrasiga qo'shilishingga tilakdoshman. Teni joning sog' bo'lsin. Yo'llaring ochiq bo'lsin. Sen ko'z to'rib. Baxtli bo'l, baxtimizga aman bu. Tapqan tutqanlarınğa Xudo baraka bersin. Sağ ol, bağrımızga kel canım balam. Sağ bo'linglar. Bitta qarshi ishora qo'yasizlar. Inshaalloh
Tez kunlarda bag'ringlarga kelish ukamizga ham nasib qilsin. Ko'zlaridan oqayotgan yosh faqatgina quvonch va sevinch yoshlari bo'lsin. Hech qachon ko'zinglardan alam yoshlari chiqmasin. Hech qachon xasta bo'lmang, og'rimang, kasal bo'lmang. Har doim sog' bo'lib yursangiz, ota-onaning sog'ligi bu farzandlarga bu aytganimdek kuch-quvvat, energiya bag'ishlaydi. Shuning ekan kulib yuring, sizga kulib yurish yarashadi. Xursandchilik kun muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz. Va mana shu qarsaklar sizlarning hurmatlilarga. Ana endi xonadonning farzandlari ham chiroyli qilib bugun oyijonimizni tabriklab qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum xonadonimizga yig'ilgan mehmonlar. Hammanglar ko'p yashanglar. Ada ayi bugun tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzga kiring. Baxtimizga har doim omon bo'ling. Adam bilan qo'sha qaring. Nevaralaringizning to'yida Evrelayingiz to'yda bizga bosh bo'lib, mana shunaqa to'rda o'tirishinglarga tilakdoshman. Salomat bo'linglar. Davom etamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi bizning ushbu xonadonimizga kelgan mehmonlar. Mana meni 2 oyim bor. Birinchisi meni dunyoga keltirib, oqs bergan oyim. Ikkinchisi menga suyukli, vafoli yor bergan oyim. Ikkalasini ham o'z oyimdek ko'raman. Baxtimizga har doim sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Ana endi hurmatli yaxshilar, so'z mana Sardor akamiz hozir o'zingizlar bilasizlar Koreyada, to'g'rimi? 5 yildirki ham dugona bo'lib, ham sirdosh bo'lib oyijonimiz bilan har qanaqa kunlarni birgalikda yengib kelayotgan, xursandchilikda ham, sabrli kunda ham birgalikda o'tkazib kelayotgan Sardor akamizni jufti, haloli, ajoyib bir o'zingizlar shohida bo'lib turibsizlar. Katta bir iroda, sabr egasi bo'lgan Sardor akamizni jufti, haloli Umidaxonga so'z bersak, chiroyli qilib oyijonisini tabriklab qo'ysa, marhamat. Assalomu alaykum. Ushbu xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, hammanglar xush kelibsizlar. Hammangizlar xush kelibsizlar. Oyi, bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Eng sizni o'zingiz ham bilasiz, qattiq yaxshi ko'radigan o'g'lingizning nomidan, o'zimning nomim bilan tabriklayman. Ilohim baxtimizga sog'-omon bo'linglar. Har doim bizlarga adam bilan birgalikda bosh bo'lib yuringlar. Farzandlarimiz to'ylarida ilohim to'yxonaning to'rida o'tiringlar. Salomat bo'ling. Ana endi sizni chiroyli qilib tabriklab qo'yadi. Hozir Elyor ham hozir mana sirtda gaplashdik. Elyor ham hozir xizmatda menda ekan. Bugun yolg'izingiz, erkatoy qizingiz bor, a? Shu qizlaringiz ham chiroyli qilib sizlarni tabriklab qo'ysin. Marhamat, keling, Maftuna. Keyin undan keyin kenjatoyingiz, erkatoyingizga so'z beramiz Sarvar ukamizga. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun oyijonim tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Adam bilan baxtli bo'linglar, vaqtimizda sog'-omon bo'linglar. Hamisha mana shunday yomon kuninglar mana shunday o'tsin. Mamajon, tabriklayman. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonga kelgan aziz mehmonlar. Ushbu fursatdan foydalanib, oyijon tug'ilgan kuningiz bilan yuzga keling, baxtimizga sog' bo'ling, baxtimizga adamiz bilan sog' bo'ling. Hamma yaxshi niyatlar sizga. Oldinda turgan operatsiyalardan yaxshi bo'lib, sog' salomat bo'lib, baxtimizga sog' bo'lib tuzalib keling. Musofirda yurgan akam ham oilamiz bag'riga sog'-omon yetib kelish nasib etsin. Mana shu turgan mehmonlar nomidan sizni tabriklaymiz. Hammamiz nomimizdan. Baxtimizga sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Niyatlariga ham nafasmiz. Yana bir karabda chiroyli qarsak chorib qo'yasizlar va bugun sizlarni ko'nglingizni ko'tarish maqsadida farzandlar, nabiralar tomonidan chiroyli bir tortlar tayyorlangan. Shuning ekan kelinglar, mana shu tortlarni chiroyli qilib kesamiz. Undan keyin yana davom etamiz. Mirzagada, bu nabirangizga bitta apparat berib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Bu kelganda apparatga yopishyapti. O'zi uyda apparat tiqilyapti bilan. Joningiz omon bo'lsin. Elyorning farzandi bo'lsa kerak-a? Ha, mana.
Xursandchilikka muborak bo'lsin. Ana endi onajon chiroyli qilib pichoqlarni ushlab olasiz. Siz qo'lingizni Mirzaga ushlab oladi va chiroyli qilib tortlarni kesamiz. Sizlarning to'yinglarda tort kesish bo'lmagan, to'g'rimi? Shuni ekan, naversaymi pushini ham. Qarsaklar bilan qo'llab turamiz mehmonlarimiz. Ilohim baxtli bo'linglar, baxtinglarga ko'z tegmasin. Hayotingizning har bir daqiqasi, har bir soniyasi mana shunday totli daqiqalarga boy bo'lsin. Xo'p, bitta kuzoq kesib berasizlar. Aha. Ana, katta uyini kelinida bilan. Kelinlarga oson bo'lsin deyapti. Joningiz zamon bo'lsin. Ha beringlar kuzoq. Şadlı gülgülge tursun uying, tug'ilgan kuning baxt olib kelsin. Mirzagadan ana endi birinchi bo'lib onajonimizga ulashasiz. Undan keyin onajonim sizga ulashadi. Qarsaklar bilan qo'llab turamizda kerak joylarda. Ana. Bitta qarsak chalib qo'yasizlar. Muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, joninglar omon bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. Bo'ldi, ovoringlar qo'llarni. Ehtiyot bo'lasizlar. Xo'p, endi bu yerda onajonlarimiz turibdi, shu insonlardan ikkitasiga so'z bersak, undan keyin bitta общий срокка tushirib yuboramiz. Ha, kim niyat qiladi mehmonlarda? Onajonim o'zingiz chiroyli qilib tabriklab qo'yasiz. Bugun savlat o'qib o'tiribsiz, jannat iforlari kelgan onajonim o'tirib bemalol mayli bo'ldi. Assalomu alaykum, shu kechaga yig'ilganlar. Bugun juda ham xursandchilik, mana Klarani tug'ilgan kuni ekan. Yoshlarga yosh qo'shilsin, umrjoni uzoq bo'lsin, teynilari sog' bo'lsin. Mirzahmat bilan qo'sha qaring, nevaralaringiz ko'p bo'lsin. Bizlarga o'xshab nevaralarni to'yini ko'ring, avaralarni ko'ring. Shularni ham bizlar ham birgalikda siz bilan ko'raylik. Mana shu uyda, o'g'lingizning uyda baxt arimasin. Her daim to'y bo'lsin, tapqanlarga baraka bersin. Sardar balam, meni ko'rib turgan bo'lsang, kelganingda yana ko'rishamiz. Xudo xolasiga meni shaxsan ham keliningning opasi bo'laman. Xudo yaxshi kunlarda diydor ko'raylik. Teynlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Her daim yurganda yo'llaring, o'tirganda o'rnlaring bo'lib, yaxshilarga yaqtash, yomonlardan adashib yurgin. Xudoya umrjoningga baraka bersin. Mana shu uylaringda doim to'y bo'lsin. Adang bilan oyingni senlarni rohatlarini ko'rsin. Xudoy yaxshi nevaralar, yaxshi avaralar ko'rib qo'sha qaringlar. Yaxshi tilaklarim, hamma yaxshi tilaklarimiz sizlarga bo'lsin. Xudoy sizlarga omon bo'ling, sog' bo'ling. Joningiz omon bo'lsin onajon. Ana endi Zulkaram opamiz chiroyli qilib tabriklab qo'yadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Ushbu qutlug' xonadonga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar. Bu kechani sababchisi bo'lgan Klarani tug'ilgan kuni ekan. Klara tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. Mirzahmat bilan qo'sha qari, tapqanlaring iloyim yaxshi to'ylarga buyursin. Bola chaqalaringni, nevaralaringni rohatlarini ko'rlaring. Sardarni ham tapqanlarga baraka bersin. Iloyim mana shu mehnatlari bilan qurgan uylarga omon eson kelib, bola chaqalari oilasi bilan birga bo'lib, yaxshi to'ylar qilsin. Har doim to'ylarda hammamiz birgalikda bo'laylik. Hammanglar kelganinglar uchun rahmat. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling. Oilaning hamma joylari chiroyli qilib tabriklab qo'yishdi. Ana endi mehmonlarimiz yana niyatlarini davom ettirishadi. Marhamat. Ha, putyovkalar ham bor ekan, ha? Ha, inshaalloh. Marhamat. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Mana bugun singlim Klarani tug'ilgan kuni. Yoshingga yoshlar qo'shilsin, umring uzoq bo'lsin, sinfdoshing bilan qo'sha qari. Umringni oxirigacha birga bo'linglar. Niyat qilib salgan uyinglar o'zinglarga buyursin. Bola chaqani, navara, evaralarni, to'ylarni ko'rib, shu uylarni to'rlarida o'tirish hammamizga nasib etsin. Allohim qatorimizni kam qilmasin, safimizni buzmasin. Sardaram omon eson kelsin, bola chaqasini bag'riga, o'zimizni bag'rimizga. Kasallaring bari qap ketgan bo'lsin, Xudo xolasiga hamma yaxshiliklar, yaxshi kunlar kutib turgan bo'lsin. Bundan buyog'i har doim to'y bo'lsin.
Mana endi bari kasallarni ortda qoldirib, Antaliyaga putyovka olib keldik. Sinfdosh aborib dam oltirib kelasiz degan niyatdamiz. Birinchi sizni öpib qo'yib, buni aborgan sizsiz. Duo qilar mening onam, mehribonim onam, xoksorim onam, Makkatullam onam. Salomat bo'linglar. Yaqinlari, bag'ri jigarlari tabriklayapti. Qarsaklar bilan qo'llab turamiz. Sog' bo'lsin. Endi haqiqatan ham mana shunday chiroyli koshonalar, binolarning orqasida mana farzandlarni qolaversa sizlarni qancha o'tkazgan bedor tuninglar, qolaversa qancha mehnat orqasida mana shunday binolar bugun mana barpo bo'lib turibdi. Shuning ekan endi mana mehmonlarimiz aytgandek, mana shu qurgan binolarning ichida rohatlanib yashash, farzandlarni rohatda, huzur halovatda ko'rish o'zingizlarga ham nasib qilsin. Bugungi xursandchilik kuni muborak bo'lsin. Yana bir karra chin qalbimizdan sizlarni tabriklaymiz. Ana endi aziz mehmonlarimiz oilaviy qilib, chiroyli qilib turib olasizlar, suratga tushib olasizlar. Amerika'yu Munisayu aşkına erdi. Ak yüzlü halda orqalamı qo'shgina erding. Her yana borar çağıma yurdoshgina erding. Meni va'da qilib birga vafo qilmaganim kelmoya. Buldu cihan mülkide peyda, ey şoğu perizat. Hüsnün gülü ta buldu cihan mülkide peyda, ey şoğu perizat. Saldiyen işki başıma külfeti sevda, kılgıl anayimda. Bilmem nasfet adam edin naz fenide, ey gözleri şehla. Kıldın beni bir bakışla, hüsnüne şeyda. Qilib bija Şmayni içtim sevib adashdim o'zimdan kechdim niyan uchun yo'llar uzun dilim mavzun izin qoldim izlab bugun ey qaro ko'zim hech ham ko'nglim uzilmasandan ey men sizim ey yulduzim nahotki sen begonamsan unut deding meni unuta olmadim sensizligimga ko'nika olmadim mendan ketding degan